Dushman kelin 144 qism oddiy ajralish bilan emas, hech kim o'z nomi bilan aytishga jur'at eta olmayotgan og'riqli ayriliq bilan boshlanishi mumkin. Zarina atigi bir oyga onasinikiga yuborildi, ammo uning chamadonini sudrab eshikdan chiqib ketishiga qarab men uning bu uyga avvalgidek qaytishiga endi o'zi ham ishonmayotganini his qildim. Endi asosiy savol Zarina o'zgaradimi yoki yo'qmi degan masala emas. Nodir xotini undan butunlay voz kechishidan oldin chinakam bo'lib ulgaya oladimi? Hafiza qizining yuziga qarashi bilanoq biror narsa joyida emasligini sezadi. Zarina yig'lamaydi, shikoyat qilmaydi, Nodirni ham darrov ayblamaydi. U juda sovuq ohangda birgina gap aytadi. Qaynonam meni xotin bo'lishni qaytadan o'rganishim uchun uyga jo'natdi. Bu so'z Hafizani gazablantiradi. Uning qizi homilador, tanasi charchagan, ruhiy holati ham yaxshi emas, ammo kuyov tomoni aynan shu paytda unga saboq berishni tanlagan. To'g'ri, Zarina ko'p rashk qildi, janjal chiqardi va uydagilarni charchatdi, lekin uni onasinikiga qaytarib yuborish tashqaridan yordam emas, haydab chiqarishdek ko'rinadi. Oradan ko'p vaqt o'tmay Nodir keladi. Balki u xotini bilan yolg'iz gaplashib, bir necha yumshoq so'z bilan vaziyatni tinchlantirmoqchidir. Ammo Hafiza uning yopiq eshik ortiga yashirinib, javobgarlikdan qochishiga yo'l qo'ymaydi. U kuyovidan ochiqchasiga so'raydi: "Sen xotiningni bu yerga dam olishi uchun olib keldingmi yoki onangga qarshi chiqishga jur'ating yetmagani uchunmi?" Nodir jim qoladi. Balki u ikki gazablangan ayolning orasida nima deyishni bilmayotgandir, ammo Zarina uchun bu sukutning o'zi yetarlicha aniq javob edi. U xotinining uydan ketishiga rozi bo'lgan, endi esa bu qaror o'zinikimi yoki Norgulniki ekanini ham aytolmayapti. Shunda Zarina nikoh uzugini yechib stol ustiga qo'yadi. U uzukni uloqtirmaydi, ajrashishini ham e'lon qilmaydi, lekin shu oddiy harakat xonani sukutga cho'mdiradi. Menimcha, Zarina hali ham Nodirni sevadi, faqat u har bir qarori uchun qaynonasidan ruxsat so'raladigan nikoh ramzini barmog'ida olib yurishni istamayapti. Aynan shu paytda Norgul qo'ng'iroq qiladi. Uning birinchi savoli kelinning sog'ligi yoki qornidagi bolaning ahvoli haqida emas. U Zarina tinchlandimi, o'z xatosini tushundimi deb so'raydi. Buni eshitgan Hafiza telefonni Nodirning qo'lidan oladi. Ikki ona o'rtasidagi suhbat bir zumda keskin to'qnashuvga aylanadi. Norgul o'g'lining nikohini saqlab qolayotganiga ishonadi. Uning fikricha, Zarina kelinlik mas'uliyatini tushunishi, eriga qarashi va asossiz rashklarni to'xtatishi kerak. Hafiza esa masalaga boshqa tomondan qaraydi. Uningcha, Norgul oila degan nom ostida o'g'lining hayotini boshqaryapti va kelinni kamsityapti. Eng xavflisi shundaki, ikkalasi ham o'zini haq deb biladi. Ular farzandlarini himoya qilayotganini aytadi, ammo har bir og'ir so'z Zarina bilan Nodirni yanada uzoqlashtiradi. Biri qizining xorlanishiga yo'l qo'ymoqchi emas. Ikkinchisi o'g'lini rashkchi xotinning ta'siridan asramoqchi, ammo hech kim yosh xotinning o'zi qanday yashashni istayotganini so'ramaydi. Kutilmagan burilish Nodirning otasi tomonidan yuz berishi mumkin. Avvaliga u ham Zarinaning onasinikida bir oy yashashiga rozi bo'lgan edi. Ammo kelini nikoh uzugini yechganini eshitgach, bu masala ular o'ylagandan ancha jiddiy ekanini tushunadi. U Norgulni tanqid qilib, vaqtincha alohida yashash taklifini ochiq tahqirga aylantirib yuborganini aytadi. Chunki Zarina endi o'zini faqat qaynonasi emas, butun erining oilasi tomonidan rad etilgandek his qilmoqda. Birinchi marta Norgul erining to'liq qo'llab-quvvatlashidan mahrum bo'ladi. Uning oiladagi qat'iy mavqei asta-sekin zaiflasha boshlaydi. Nodir esa ikki tomon o'rtasida jim turib, hamma narsa o'z-o'zidan tinchishini kutolmaydi. U bir qarorga kelishi kerak. U o'zining kichik oilasini himoya qiladigan bo'ladimi yoki onasi belgilagan yo'ldan chiqolmaydigan ogil bo'lib qoladimi? Zarina erining ko'ziga tik qarab, hamma narsani o'zgartirishi mumkin bo'lgan gapni aytadi. Onangiz menga kelin bo'lishni o'rganish uchun bir oy vaqt berdilar. Men ham sizga bo'lishni o'rganish uchun bir oy vaqt beraman. U Nodir sog'ingani uchungina qaytmaydi. Uni yo'qotib qo'yishdan qo'rqib aytilgan oddiy kechirim ham endi yetarli emas. Shu bir oy ichida Nodir o'z hayotiga o'zi qaror bera olishini, xotinni himoya qilish uchun onasining ruxsatiga muhtoj emasligini amalda isbotlash kerak.
Menimcha, bundan keyin voqealar 3 xil yo'nalishda rivojlanishi mumkin. Birinchi ehtimol. Nodir ota-onasining uyidan chiqib, Zarina bilan alohida yashashga qaror qiladi. Ammo bu tanlov uni Norgul bilan ilk bor ochiq qarama-qarshilikka olib keladi. Ona buni o'g'lining mustaqil qarori deb emas, kelinining uni oiladan ajratish rejasi deb qabul qilishi mumkin. Ikkinchi ehtimol. Nodirning otasi yashirincha o'g'lini qo'llab-quvvatlaydi. U yoshlarning alohida yashashiga yordam berishi mumkin, ammo bu qaror uning o'z nikohida katta yoriq paydo qiladi. Norgul erini o'g'liga qarshi emas, o'ziga qarshi chiqqan odam sifatida ko'ra boshlaydi. Eng xavfli uchinchi ehtimol esa Norgul ortga chekinmaydi. U Zarinaning ruhiy jihatdan beqaror ekanini, yaxshi xotin yoki yaxshi ona bo'la olmasligini isbotlashga urinishi mumkin. Hatto hali dunyoga kelmagan bolani ham Nodirni o'z tomonida ushlab qolish uchun vositaga aylantirishi ehtimoldan uzoq emas. Shunda bir oylik ayriliq oddiy sinf bo'lib qolmaydi, u tug'ilajak bolaning kelajagini kim boshqarishi haqidagi yashirin urushga aylanadi. Sizningcha, Nodir xotinni himoya qiladimi? Onasining gapiga kiradimi yoki nikoh uzugi qayta taqilish imkoniyatini butunlay yo'qotmaguncha jim turishda davom etadimi? Fikringiz va taxminingizni yozib qoldiring. Chunki bu ayriliq endigina boshlandi va oxir-oqibat eng ko'p yo'qotadigan inson Zarina emas. Oz vaqtida tanlov qilishga jur'at eta olmagan Nodir bo'lishi mumkin. Nodir hali uzukning stol ustida qolgan og'irligini tushunishga ulgurmaydi. Boshqa tomonda esa Norgul allaqachon keyingi qadamni boshlab bo'lgan edi. U kelinining qaytishini kutib o'tirmoqchi emasdi. Zarina qanday uyg'onadi, kim bilan gaplashadi, hatto erini sog'inadimi yoki yo'qmi, bularning barchasini oldindan bilishni xohlardi. Shu sababli Gulnoraning telefoni tongdan boshlab tinmay jiringlaydi. Avvaliga savollar oddiydek tuyuladi. Zarina nonushta qildimi, dori ichdimi, kechasi yaxshi uxladimi? Homilador ayol uchun xavotir olayotgan qaynonaning gaplari tashqaridan qaraganda yomon niyat sezilmaydi. Ammo vaqt o'tishi bilan savollar o'zgaradi. Norgul endi Zarina soat nechada uyg'onganini, Nodirning ismini tilga olmaganini, kayfiyati qachon buzilganini, kimning gapidan jahli chiqqanini so'ray boshlaydi. U hatto Gulnoraga hammasini yodda saqlamasdan yozib borishni buyuradi. Ana shu yerda Gulnora ichidan bir narsani sezadi. U bu uyga Zarinaga ko'maklashish uchun emas, uni kuzatish uchun yuborilgan. Bir qarashda bu unchalik katta muammo emasdek ko'rinishi mumkin, lekin yashirin nazorat boshlangan joyda inson o'zini oilaning a'zosi emas, tekshirilayotgan aybdordek his qiladi. Gulnora avvaliga bu topshiriqqa qarshilik qilmaydi. Chunki u Norgulni ranjitishni istamaydi. Zarinaning homiladorligi ham uni ehtiyotkor bo'lishga majbur qiladi. Balki deb o'ylaydi u, qaynonasi faqat ortiqcha xavotirdadir, balki bir necha kundan keyin tinchlanар. Lekin Norgul telefon orqali yana bir gapni aytganda, vaziyat butunlay boshqa tus oladi. U Gulnoradan Zarina yiglasa, jahli chiqsa yoki Nodir haqida yomon gapirsa, aynan qaysi so'zlarni ishlatganigacha yozib qo'yishni talab qiladi. Endi bu sog'liq haqidagi gamxo'rlik emasdi. Bu kelinning zaif joylarini yegish edi. Ko'p o'tmay, Norgul tayyorlab qo'ygan qog'ozni ham ko'rsatadi. U buni oilaviy kelishuv deb ataydi, ammo undagi talablarni o'qigan Gulnora bir muddat nima deyishni bilmay qoladi. Agar Zarina yana erining uyiga qaytmoqchi bo'lsa, har kuni erta turishi, ro'zg'or ishlarini vaqtida bajarishi, Nodirning telefonini tekshirmasligi, qaynonasi bilan bahslashmasligi va onasinikiga borishdan oldin ruxsat so'rashi kerak. Bundan tashqari, u o'z rashkini nazorat qilishga va'da berib, bu shartlarning barchasini imzo bilan tasdiqlashi lozim edi. Gulnora qog'ozga uzoq qarab turadi. So'ng o'zini ushlay olmay so'raydi, bu uyga qaytish shartlarimi yoki qamoqxona tartibimi? Norgulning javobi esa undan ham sovuqroq eshitiladi. Uningcha, o'z chegarasini bilmagan odamga chegarani boshqalar belgilab beradi. U bu gapni gazab bilan emas, ishonch bilan aytadi. Aynan shu ishonch vaziyatni xavfliroq qiladi, chunki Norgul o'zini yomon ish qilayotgan odam deb hisoblamaydi. Uning nazarida u o'g'lining hayotini tartibga solmoqda. Kelinini esa yaxshi xotin bo'lishga majburlamoqda.
Ammo aslida u Nodir bilan Zarina o'rtasida qolishi kerak bo'lgan har bir qarorni o'z qo'liga olyapti. Bu paytda Zarina onasining uyida tashqaridan sokin ko'rinadi. U ko'p gapirmaydi, lekin atrofidagi har bir mayda o'zgarishni sezadi. Gulnora telefonini olib boshqa xonaga chiqishi, xabar kelganda ekranni yashirishi bularning hammasi uning shubhasini uyg'otadi. Bir kuni Gulnora oshxonaga shoshilib kirib ketadi va telefonini stol ustida qoldiradi. Ekranda yangi xabar paydo bo'ladi. Bugun yana Nodirni ayblamadimi? Jahli chiqqan vaqtini ham yozib qo'y. Zarina telefonni qo'liga olmaydi. U faqat ekrandagi so'zlarni o'qib qoladi. Va bir necha soniya jim turadi. Bu safar u yig'lamaydi, ovozini ko'tarmaydi, hatto Gulnorani ham darhol ayblamaydi. Ana shu sokinlik Gulnorani qo'rqitadi. Chunki Zarina endi gazab bilan emas, sovuqqonlik bilan o'ylayotgan edi. Gulnora qaytib kelganda, Zarina undan faqat bitta savol so'raydi. Qachondan beri men haqimda hisobot berasan? Gulnora yolg'on gapira olmaydi. U bu ishni xohlamaganini, Norgul faqat homiladorligi uchun xavotir olayotgan deb o'ylaganini tushuntiradi. Ammo Zarina uchun sababning qanday atalishi endi muhim emas edi. U o'zini erining oilasi ichida emas, tashqaridan nazorat qilinayotgan begona odamdek his qila boshlagan. U darhol Nodirga qo'ng'iroq qiladi. Ovozida odatdagi rashk ham, yigi ham yo'q. U juda tinch gapiradi. Sen Gulnorani menga qarash uchun yubordingmi yoki onang mening qanday nafas olayotganimgacha bilishi uchunmi? Nodir avvaliga bu gapni tushunmaydi. U Gulnoraga hech qanday topshiriq bermaganini aytadi, lekin Zarina ishonmaydi. Chunki so'nggi voqealardan keyin uning uchun Nodirning bilmagani ham, qarshi chiqmagani ham deyarli bir xil ma'noni anglatib qolgandi. Nodir shu zahoti uyga qaytadi. Bu safar u onasi bilan muloyim gaplashmaydi. Stol ustidagi telefonni qo'yib, nega Zarinani yashirincha kuzatayotganini so'raydi. Norgul esa o'zini oqlashga urinmaydi, aksincha, qilgan ishini ochiq tan oladi, uningcha. Nodir xotinning fe'lini boshqara olmadi. Shuning uchun ona aralashishga majbur bo'lgan. Norgul o'g'liga qarab shunday deydi: "Sen uning ko'z yoshiga qarab yumshaysan. Men esa ertaga nima bo'lishini o'ylayman." Bu gap Nodirni ikki xil og'riq orasida qoldiradi. Bir tomonda u onasining niyati o'zicha yaxshi ekanini biladi, boshqa tomonda esa aynan shu yaxshi niyat uning xotinini tobora uzoqlashtirayotganini ko'radi, ammo ishning eng og'ir tomoni hali oldinda edi. Nodirning otasi tasodifan stol tortmasidan o'sha yozma kelishuvni topadi. U shartlarni birma-bir o'qib chiqadi va xotinining butun oila nomidan qaror chiqarganini tushunadi. U ayniqsa bir jumlada to'xtab qoladi. Zarina onasinikiga borishdan oldin qaynonasidan ruxsat olishi kerak edi. Bu safar u jim turmaydi. Norguldan qog'ozni yirtib tashlashni talab qiladi. Uningcha, oilada tartib bo'lishi kerak, ammo kelin o'z onasini ko'rish uchun ruxsat so'rasa bu tartib emas, tahqir. Norgul esa qog'ozni qaytarib olmaydi. U eriga tik qarab, past ovozda shunday deydi: "Men o'g'limning nikohini saqlab qolyapman." Bu gapdan keyin xonada galati sukut paydo bo'ladi. Chunki endi gap faqat Zarinaning rashki haqida emasdi. Norgul kelinni o'zgartirmoqchi emas, u o'g'lining nikohi qanday ishlashini ham o'zi belgilamoqchi edi. Gulnora esa bu bahsdan keyin tanlov oldida qoladi. U Norgulga sodiq qolsa, Zarinaning ishonchini butunlay yo'qotadi. Haqiqatni aytsa, o'zini oilaning ichki jangiga qo'shib qo'yadi. O'sha kecha u qog'ozni yashirincha Zarinaga olib boradi. Hech narsani oqlamaydi, faqat shartnomani stol ustiga qo'yib, "Buni sizdan yashirishga haqqim yo'q edi", deydi. Zarina qog'ozni sekin o'qib chiqadi. Har bir banddan keyin bir oz to'xtaydi, lekin yuzida gazab ko'rinmaydi. Hafiza qizining qog'ozni yirtib tashlashini kutadi. Gulnora esa uning baqirishidan qo'rqadi, ammo Zarina ruchkani qo'liga oladi. U qog'ozning pastiga imzo qo'yishga yaqinlashadi. So'ng boshini ko'tarib juda xotirjam gapiradi: "Men bunga imzo qo'yaman, lekin mening ham shartlarim bo'ladi." U birinchi bandni yozadi: Nodir ota-onasidan alohida yashashga rozi bo'lishi kerak. Ikkinchi band: Norgul ularning uyiga ruxsatsiz kelmaydi.
Uchinchi band esa yanada keskin. Nodir yana bir marta onasining qarorini xotinidan ustun qo'ysa, bu kelishuvning o'zi nikoh tugaganning hujjatiga aylanadi. Endi qog'oz Norgul o'ylagandek Zarinani nazorat qilish vositasi bo'lib qolmaydi, u Nodirning kim tarafda turishini ochib beradigan sinovga aylanadi. Lekin eng qiziq joyi shundaki, Zarina hali bir bandni yozmay qoldiradi. U qog'ozni yopib, Gulnoraga beradi va sekin aytadi: "Oxirgi shartni Norgulning ko'ziga qarab aytaman." Bu shart nima bo'lishi mumkin? Zarina qaynonasidan uzr talab qiladimi yoki tug'ilajak farzandining hayotiga aralashmaslik haqida qat'iy chegara qo'yadimi? Balki u Nodirni butunlay boshqa tanlov oldiga qo'yar. Shunday tanlovki, undan keyin bu uyda hech kim avvalgi o'rnida qolmaydi. Zarina oxirgi shartini hali hech kimga aytmagan edi. U qog'ozni buklab, yoniga qo'ydi, go'yo ertaga Norgulning ko'ziga qarab hammasini ochiq aytishga tayyorlanayotgandek. Ammo o'sha kechasi uning tanasi o'zi boshqa bir signal berdi. Qorin pastida paydo bo'lgan og'riq barcha kelishuvlardan ham xavfliroq edi. Avvaliga Zarina buni yashirishga urinadi. U karavot chetiga o'tirib, chuqur nafas oladi. Bir necha daqiqadan keyin og'riq o'tib ketishiga o'zini ishontiradi. Chunki hozir u biror narsa desa, hamma buni Nodirni qaytarish uchun qilingan navbatdagi bosim deb o'ylashdan qo'rqardi. Bu qo'rquvning o'zi ham achinarli. Homilador ayol yordam so'rashdan oldin atrofdagilar uning og'rig'iga ishonadimi yoki yo'qmi deb o'ylab qoladi. Zarina aynan shunday holatga kelgan edi. U o'z tanasidan kelayotgan xavfni ham isbotlashga majburdek his qilardi. Gulnora esa uning rangpar yuzini darrov payqaydi. Zarina hammasi joyida ekanini aytadi, lekin stoldan turmoqchi bo'lganida belini ushlab qoladi. Shu kichik harakatning o'zi Gulnoraga vaziyatni yashirish mumkin emasligini ko'rsatadi. U darhol Hafizani chaqiradi. Zarina bunga qarshi chiqib shifoxonaga borishni istamasligini aytadi, ammo Hafiza bu safar qizining injiqligiga quloq solmaydi. Uning ko'zida qo'rquv bor edi, g'azab emas, ayblov emas, faqat kech qolishdan qo'rqayotgan onaning vahimasi. Yo'l davomida Zarina deyarli gapirmaydi. Gulnora uning qo'lini ushlab o'tiradi, lekin ichida o'zini aybdor sezadi. Bir necha soat oldin u Zarinani kuzatish uchun berilgan topshiriqlardan gapirgan edi. Endi esa shu ayolning har bir nafasi haqiqatan ham kuzatilishi kerak bo'lgan darajada zaiflashganini ko'rib turardi. Shifokor tekshiruvdan so'ng homila hozircha bevosita xavf ostida emasligini aytishi mumkin. Lekin Zarina tinchlanishi, janjal va kuchli ruhiy bosimdan uzoq turish kerak. Eng bezovta qiladigan gap esa keyin aytiladi. Bu og'riqlar bugun boshlanmagan. Ma'lum bo'lishicha, Zarina erining uyidan chiqishidan oldin ham shunga o'xshash belgilarni sezgan. U hech kimga aytmagan. Chunki Norgul uni dangasalikda yoki vaziyatni bo'rttirishda ayblashdan cho'chigan. Nodirga ham aytolmagan, eri yana onasining fikrini so'rashidan qo'rqqan. Hafiza buni eshitgach, o'zini tutib turolmaydi. Uningcha, qizi kasalligini yashirishga majbur bo'lgan bo'lsa, demak u yashagan uyda o'zini xavfsiz his qilmagan. U darhol Nodirning oilasini ayblab, ularning tarbiya deb atagan qarori homilador ayolni yanada og'ir ahvolga solganini aytadi. Xabar Norgulga yetib borganda, u ham jim turmaydi. Lekin uning ilk reaksiyasi xavotirdan ko'ra shubha bilan aralash bo'lishi mumkin. U Zarina nega oldin aytmaganini so'raydi va bu kasallik keyinchalik aybni uning ustiga tashlash uchun yashirilgan bo'lishi mumkinligini aytadi. Mana shu yerda mojaro boshqa shaklga kiradi. Endi gap kelinning erta turishi yoki uy ishlarini bajarish haqida emas, hali dunyoga kelmagan bola ikki oilaning kim haq, kim nohaq ekanini isbotlaydigan dalilga aylana boshlaydi. Hafiza uchun bola qizining shu uyga qaytmasligi kerakligini ko'rsatuvchi sabab edi. Norgul uchun esa bola kelinni yana o'z nazoratiga qaytarish uchun asos bo'lishi mumkin. Har ikki ayol uning foydasi uchun gapiradi, lekin bolaning onasi bo'lgan Zarinaning nima istayotgani yana orqada qoladi. Nodir shifoxonaga shoshilib keladi. U eshik oldida Hafizani ko'rishi bilan ichkariga kirmoqchi bo'ladi, ammo Zarina uni qabul qilmaydi. U eshik ortidan past ovozda shunday deydi: "Natija ko'ringanda kelish oson, men qo'rqayotganimda esa yonimda yo'q edingiz."
Bu gap Nodirni to'xtatadi. Chunki u o'zini yomon deb hisoblamagan edi. U janjalni kattalashtirmaslik, ota-onasini ranjitmaslik, xotinini esa vaqt o'tib tinchlantirish mumkin deb o'ylagan, ammo uning betarafligi Zarina uchun tashlab ketilish bo'lib tuyulganini endi tushuna boshlaydi. Koridorda Norgul ham paydo bo'ladi. U kelinini uyga qaytarishni, shifokor nazoratini o'zi tashkil qilishini aytadi. Uning fikricha, homilador ayolni onasinikida qoldirish mas'uliyatsizlik. U kelinning ovqatini, dam olishini va har bir tekshiruvni shaxsan kuzatish kerak. Hafiza bunga keskin qarshi chiqadi. U qizining ruhiy bosimga aynan o'sha uyda tushganini, endi yana shu joyga qaytarish mumkin emasligini aytadi. Ikki ayol shifoxona yo'lagida ovozini ko'tara boshlaydi. Biri bolani o'z nazoratiga olmoqchi, ikkinchisi uni qarshi tomondan himoya qilmoqchi. Gulnora ularning orasida turib qoladi. U avval Norgulning buyruqlarini bajargan, ammo hozir Zarinaning yuzidagi qo'rquvni ko'rib turibdi. Menimcha, aynan shu lahzada Gulnora kimning uyida yashashidan qat'i nazar, homilador ayolni kuzatish emas, eshitish kerakligini anglab yetadi. Shifokor Nodirni alohida suhbatga chaqiradi. U Zarinaning og'riqlarini faqat bugungi janjal bilan bog'lamaydi. Uning aytishicha, ayolda uzoq vaqtdan beri davom etayotgan ichki xavotir bor. U bola tugilgandan keyin erining unga bo'lgan e'tibori yanada kamayishidan qo'rqadi. Zarina hatto Nodir uni yolg'iz qoldirib, bolani ota-onasining nazoratiga berishi mumkinligini tasavvur qilgan. Shu qo'rquv uning rashkini kuchaytirgan, oddiy gaplardan ham xavf izlashga majbur qilgan. Tashqaridan bu faqat og'ir xarakterdek ko'ringan, ichkarida esa tashlab ketilishdan qo'rqayotgan ayol yashagan. Bu gaplar Nodirga qattiq ta'sir qiladi. U ilgari Zarinaning rashkini faqat asabiylik, erkalik yoki ishonchsizlik deb baholagan. Endi esa bu holatning bir qismi uning o'zi yaratgan noaniqlikdan kelib chiqqanini tan olishiga to'g'ri keladi. U hech qachon xotiniga men sen tomondaman degan qat'iy tuyg'uni bera olmagan. Har safar mojaro chiqqanda u tinchlikni saqlash uchun ortga chekingan. Ammo uning sukuti Zarinaning ichida yangi shubha tug'dirgan. Suhbatdan chiqqan Nodir avval Hafizaga, keyin Norgulga qaraydi. Bu safar u kimningdir ruxsatini kutmaydi. U Zarina tuzalguncha shu yerda qolishini aytadi. Norgul buni eshitib, o'zini xiyonat qilingandek his qiladi. U o'g'lidan ota-onasini bir janjalkash ayol sabab tashlab ketmoqchimi deb so'raydi. Uning ovozida faqat jahldor qaynonaning g'azabi emas, o'g'lini yo'qotib qo'yishdan qo'rqayotgan onaning alamini ham sezish mumkin. Nodir esa bu safar gapini yumshatmaydi. Men sizlarni tashlab ketmayapman. Lekin xotinimni juda uzoq vaqt yolg'iz qoldirdim. Bu jumla koridordagi muvozanatni o'zgartiradi. Hafiza ilk bor kuyovining qat'iy gapirganini ko'radi. Gulnora yengil nafas oladi, Norgul esa jim qoladi, chunki o'g'li uning oldida ilgari hech qachon bunday turmagan edi. Ammo ichkaridagi Zarina hammasini eshitadi va baribir eshikni ochmaydi. Balki uning ko'ngli bir lahzaga yumshagandir, lekin u vahima ichida aytilgan so'z bilan yillar davomida shakllangan odat o'rtasidagi farqni yaxshi tushunadi. Nodir bugun uni tanlagandek ko'rindi, lekin ertaga Norgul yiglasa, otasi ranjisa yoki uyda yana bosim boshlansa, u shu qarorda qola oladimi? Zarina uchun haqiqiy savol mana shu edi. Kechga yaqin shifokor Zarinani uyga chiqarish mumkinligini, ammo u qat'iy ravishda tinch muhitda qolishi kerakligini aytadi. Shu payt 3 kishi bir vaqtning o'zida oldinga chiqadi. Hafiza qizini o'z uyiga olib ketmoqchi. Norgul kelinini nazoratiga qaytarmoqchi, Nodir esa xotini bilan alohida joyga borishni taklif qiladi. Endi qarorni boshqalar emas, Zarinaning o'zi aytishi kerak. U eshikdan sekin chiqadi. Bir qo'lini qorniga qo'yadi va uchalasiga navbat bilan qaraydi. Bir necha soniya jim turadi, so'ng Nodirga yaqinlashib, uning qo'lidan nikoh uzugini emas, oldingi oilaviy kelishuv qog'ozini oladi. Zarina qog'ozni ikkiga buklab, shunday deydi: "Bolangizni bahona qilib meni yana o'sha uyga qaytarmang. Avval men va farzandim uchun qayer xavfsiz ekanini amalda ko'rsating." U kim bilan ketishini darhol aytmaydi. Lekin shifoxona eshigi oldida turgan mashinaga qaraganda, bu safar Norgul ham, Hafiza ham kutmagan boshqa qaror tugilayotgandek ko'rinadi.
Ehtimol, Zarina ikkala oiladan ham uzoqlashib, vaqtincha boshqa joyda yashashni tanlar. Balki Nodir birinchi marta ota-onasining uyidan chiqib, xotini bilan mustaqil hayot boshlashga majbur bo'lar. Yoki Norgul kelinni qaytarish uchun homiladorlik haqidagi tibbiy ma'lumotlarni o'z foydasiga ishlatishga urinishi mumkin. Ammo bir narsa aniq, hali tugilmagan bola endi faqat oilaning quvonchi emas. U kattalarning yashirin qo'rquvi, nazorat istagi va yo'qotishdan vahimasini yuzaga chiqaradigan eng nozik nuqtaga aylandi. Bir uyda hali tugilmagan bolaning taqdiri ustida tortishuv ketayotgan paytda boshqa bir uyda bolasi uchun oyoqda qolishga urinayotgan ota qoliga yana o'sha eski dushmanini oladi. Bu safar Oybekning qarshisida shunchaki bir piyola aroq yo'q edi. Uning qarshisida onasining sotilgan bilaguzugi, xotinining so'nggi ishonchi va oilasini yutib yuborishga tayyor qarz turardi. So'nggi kunlarda Oybek haqiqatan ham o'zini anglashga harakat qilayotgandek ko'rinadi. U ertalab hammadan oldin turadi, ishga kechikmaydi, topgan pulining oz bo'lsa ham bir qismini qarzga beradi. Uyga qaytganda esa avvalgidek bahona izlamaydi, jim turib, nima qilganini ko'rsatishga urinadi. Xotini bularning hammasini ko'radi. Lekin quvonishga shoshilmaydi. Chunki bir marta singan ishonch yaxshi gap bilan qayta tiklanmaydi. Ayniqsa ilgari ham endi o'zgaraman degan va'dalar ko'p aytilgan bo'lsa. U Oybekka umid beradigan, lekin uni erkalatib yubormaydigan gap aytadi. Har kuningiz shunday o'tsa, men ham sizga sekin-sekin qaytaman. Bu to'liq kechirim emasdi. Ammo Oybek uchun yopiq eshik orasidan tushgan ingichka yorug'likdek edi. U xotinining ko'zida yana avvalgi mehribon er bo'lish imkoniyati borligini ko'radi. Shu sababli yanada ko'proq ishlashga kirishadi. Ammo qarz odamning harakatini kuzatib turmaydi. U vaqt o'tgan sayin jim o'sadi. Bir kuni uy eshigi qattiq taqillaydi. Tashqarida qarz beruvchi turardi. U salomlashishga ham urinmaydi. Qo'lidagi daftarni ochib, raqamlarni birma-bir ayta boshlaydi. Oybekning onasi bilaguzukni sotib bergan pul qarzning asosiy qismiga tegmagan edi. U faqat yigilib qolgan foizning bir qismini yopgan, xolos. Qolgan summa esa Oybek oilasiga aytganidan ancha katta chiqadi. Xonadagi havo bir zumda o'zgaradi. Xotini eriga qaraydi, ammo bu safar uning nigohida gazabdan ko'ra boshqa narsa bor edi, charchoq. U erining yana ichganini ko'rmagan, lekin yana haqiqatning yarmi aytilganini tushunadi. Demak, siz yana hammasini aytmabsiz, deydi u. Oybek o'zini oqlashga urinadi. To'liq summani aytsa, onasi ham, xotini ham umidsizlikka tushishidan qo'rqqanini tushuntiradi. Uning niyatida balki oilasini asrash bordir, ammo natijada yana o'sha eski yo'lni tanlagan. Haqiqatni yashirish muammo ham aynan shunda edi. Oybek aroqni tashlashga urinmoqda. Lekin uni aroqqa olib borgan odat hali tirik. Qiynalganda gapirmaslik, yolg'iz yetishga urinish, so'ng muammo kattalashganda boshqalarning oldiga kechikib chiqish. Onasi indamay bilaguzuk taqib yurgan bilagiga qaraydi. U yer endi bosh edi. U o'g'liga yordam berish uchun o'ziga qadrli narsani sotdi, ammo endi shu qurbonlik ham yetmaganini eshitmoqda. Bu ayol uchun pulning ketgani emas, o'g'lining unga butun haqiqatni ishonib aytmagani og'ir botadi. Qarz beruvchi esa oilaning zaif joyini sezib turardi. U to'liq muddatini qisqartiradi va agar pul topilmasa, uyga yana kelishini, bu safar quruq qo'l bilan ketmasligini aytadi. Uning gaplari xotiniga qaratilgandek eshitiladi, lekin aslida u Oybekni qo'rqitayotgan edi. Aynan shunday paytda Oybekni ilgari aldagan odam yana paydo bo'ladi. U go'yo tasodifan kelgandek, eski gaplarni yopishni istayotgandek muomala qiladi. Oybekka qarzdan bir necha kunda qutulish imkonini taklif qiladi. Buning uchun faqat bir yukni manzilga yetkazish, bir nechta qog'ozga imzo qo'yish va ortiqcha savol bermaslik kerak. Gap juda oson eshitiladi, shuning uchun ham xavfli edi. Oybek uning avvalgi firibgarligini unutmagan. U taklifni rad etadi, lekin u odam kulib qo'yadi. Keyin ovozini pasaytirib, agar Oybek rozi bo'lmasa, qarz beruvchini onasining uyiga boshlab kelishini aytadi. Bu endi pul haqidagi gap emasdi. Bu ochiq tahdid edi. Oybek uydagilarga yana bir marta qo'rquv olib kirishni istamaydi. Shu sababli bu uchrashuv haqida hech kimga aytmaydi.
U o'sha odam bilan yana ko'rishishga rozi bo'ladi, ammo bu safar boshqa reja tuzadi. Suhbatni telefoniga yozib olib, avval qanday aldanganini va hozir qanday majburlanayotganini isbotlamoqchi bo'ladi. Uchrashuv uchun tanlangan joy esa oddiy choyxona emas, aroq sotiladigan, Oybek ilgari tez-tez kirib yurgan eski joy edi. U eshikdan kirishi bilanoq tanish hid yuziga uriladi. Stol, stakanlarning tovushi, chetda kulayotgan odamlar, bularning barchasi uning xotirasini bir zumda ortga tortadi. Oybek shu joyda qancha pulini, qancha vaqtini va eng yomoni, xotinining unga bo'lgan hurmatini yo'qotgan edi. U telefondagi yozuvni yoqib, cho'ntagiga soladi. Firibgar uning qarshisiga o'tirib, stolga bir shisha aroq qo'yadi. So'ng ataylab 2 piyola chiqaradi. Oybek ichmasligini aytganda, u kuladi. Sen bu yerga haqiqat izlab kelmading. Sen yana o'zingni unutish uchun kelding. Oybek jim turadi. U gapni kerakli tomonga burishga, avvalgi qarz va aldov haqida og'zidan tan olish so'zlarini chiqarishga urinadi. Lekin u odam ham sodda emasdi. Oybekning har bir savoliga ehtiyotkorlik bilan javob beradi. Shu payt eshik yonida Oybekning xotini ko'rinadi. U erini kuzatib kelmagan edi. Balki bozordan qaytayotib tasodifan shu tomondan o'tgandir, ammo oynadan ko'rgan manzarasi unga boshqa izoh qoldirmaydi. Eri eski ichkilik joyi. Stol ustidagi shisha va to'ldirilgan piyola. U ichkaridagi suhbatni eshitmaydi. Firibgar esa ayolni ko'rib qoladi. U vaziyatni darhol tushunib, ovozini ataylab balandlatadi. Oxiri baribir qaytib kelding-ku. Ichkilikka o'rgangan odam o'zgarmaydi. Bu gap oynaning narigi tomonigacha yetib boradi. Oybekning xotini bir lahza to'xtaydi. U erining javobini kutishi ham mumkin edi, ammo kutmaydi. Chunki u ilgari ham ko'p marotaba ko'rgan manzarasini yana ko'rayotgandek bo'ladi. U asta ortiga burilib ketadi. Ichkarida esa Oybek hech narsani sezmaydi. Firibgar piyolani uning tomon suradi. U Oybekka bir marta ichsa, qo'rquvi kamayishini, keyin bemalol gaplashishlarini aytadi. Oybek piyolaga tikilib qoladi. U aslida ichmoqchi emasdi. Balki piyolani qo'liga olib, qarshisidagi odamning ishonchini oshirmoqchi bo'lgandir. Ammo barmoqlari shishaga tekkanda, tanasi aqlidan oldin javob beradi. Qo'li titray boshlaydi. Aroqning hidi nafaqat eski ishtahani, balki eski yolg'onni ham qaytaradi. Bitta piyoladan hech narsa bo'lmaydi. Oybek piyolani ko'taradi. Uning ko'z oldiga qarz beruvchining yuzi, xotinining sovuq nigohi va onasining bosh bilagi keladi. Ammo shu tasvirlar uni darhol to'xtata olmaydi. Chunki qaramlik insonning nimani yo'qotishini bilmasligidan emas, bilib turib ham bir lahza o'zini boshqara olmay qolishidan kuch oladi. Piyola uning labiga yaqinlashgan paytda eshik ochiladi. Bu safar Oybekning onasi kirib keladi. U o'g'lining qo'lidagi piyolani ko'radi, lekin yugurib borib tortib olmaydi. Uni urmaydi, haqorat ham qilmaydi. Faqat bir necha qadam narida to'xtaydi. Onaning bunday sokinligi Oybekka baqiriqdan ham qattiqroq ta'sir qiladi. U sekin so'raydi: "Bolam, qarzingni pul bilan uzmoqchimisan yo yana butun oilang sening o'rningga to'lasinmi?" Shu gapdan keyin Oybekning qo'li butunlay qaltirab ketadi. U piyolani stolga qo'ya olmaydi, uni polga otadi. Shisha sinadi, aroq yerga to'kiladi, xonadagi hamma bir zum jim qoladi. Firibgar esa shu tartibsizlikdan foydalanadi. U Oybekning cho'ntagidan tushib qolgan telefonni ko'radi, ekranda yozuv ketayotganini payqaydi va uni oyoq ostidan olib yashiradi. Oybek onasini tashqariga olib chiqishga urinayotgan paytda, u odam orqa eshikdan g'oyib bo'ladi. Bir necha daqiqadan keyin Oybek telefonini qidiradi. Cho'ntaklarni tekshiradi, stol ostiga qaraydi, lekin topolmaydi. Shunda u nafaqat telefonini, balki firibgarning tahdidlarini yozib olgan yagona dalilni ham yo'qotganini tushunadi. U o'sha kuni aroq ichmadi. Bu kichik g'alaba edi, ammo uni uyda hech kim ko'rmagan, xotini ko'rgan narsa, eri yana eski joyiga kirgani, qarz beruvchi bilgan narsa, Oybekning hali ham pul topolmagani, firibgarning qo'lida esa endi telefon bor edi. Unda faqat yozib olingan suhbat emas, Oybekning oilasi, qarzlari va keyingi rejalari haqida boshqa ma'lumotlar ham bo'lishi mumkin. Uyga qaytganda xotini uning yuziga qaramaydi.
U kiyimlarini yigishga ham shoshilmaydi, janjal ham qilmaydi. Stol ustiga faqat onaning bilaguzugidan qolgan eski qutini qo'yadi. Qutining ichida hech narsa yo'q edi. Oybek uni ochib, uzoq tikilib qoladi. O'sha boshliq uning bugungi holatiga o'xshardi. U ichkilikni rad etdi, ammo buni isbotlay olmadi. Oilasini saqlab qolmoqchi bo'ldi, lekin yana sir saqladi. Dushmanini fosh qilmoqchi edi. Endi esa dalilning o'zi dushman qoliga o'tdi. Tun yarmida firibgar o'g'irlangan telefonni ochadi. Yozuvni o'chirib tashlamaydi, aksincha bir nusxasini boshqa raqamga yuboradi. So'ng qarz beruvchiga qisqa xabar yozadi. Endi u biz aytgan ishni bajaradi. Shu ondan boshlab Oybekning kurashi faqat ichkilikka qarshi emasdi. U endi o'z oilasini qandaydir yashirin ishga tortmoqchi bo'lgan ikki odamning orasida qolgan edi va bu safar xatosining narxi oltin bilaguzuk bilan yopiladigan darajada kichik bo'lmaydi. Dushman kelin 144 qism yakuniga yaqinlashar ekan. Bir narsani aniq his qilish mumkin, bu safar hech kim muammodan chetda qolmaydi. Zarina bilan Nodir o'rtasidagi bir oylik ayriliq oddiy tarbiya yoki vaqtinchalik ranjish bo'lib qolmadi. Stol ustida qolgan nikoh uzugi endi 2 yoshning muhabbatidan ko'ra Nodirning qachon mustaqil qaror qila olishini eslatib turibdi. Norgul esa kelinni uyga qaytarishdan oldin uni kuzatish, yozib borish va shartlarga bo'ysundirish kerak deb o'yladi. Gulnora avval bu ishni gamxo'rlik deb qabul qildi, keyin esa o'zining kuzatuvchiga aylantirilganini tushundi. Zarina qo'liga tushgan oilaviy kelishuv esa vaziyatni yanada o'zgartirdi, chunki u faqat bo'ysunishga emas, o'z shartlarini qo'yishga ham tayyorligini ko'rsatdi. Ammo hali tugilmagan bolaning sog'ligi xavf ostida qolishi barcha bahslarni boshqa darajaga olib chiqdi. Hafiza qizini himoya qilish uchun kurashdi, Norgul esa bolani o'z nazoratiga qaytarishga urindi. Ikki ona ham farzand uchun gapirdi, lekin ularning tortishuvi ichida Zarinaning ozi yana eshitilmay qoldi. Eng og'riqli savol esa Nodir oldida turibdi. U birinchi marta onasiga qarshi chiqib, xotini yonida qolishini aytdi. Lekin bitta qat'iy gap yillar davomida shakllangan odatni o'zgartira oladimi? Zarina uning bugungi jasoratiga ishonadimi yoki bu faqat qo'rquv ichida aytilgan vaqtinchalik qaror bo'lib qoladimi? Boshqa tomonda Oybek ham o'zining eng og'ir sinovi bilan yuzlashdi. U ichkilikdan voz kechishga, qarzlarini ishlab to'lashga va xotinning ishonchini qayta qozonishga urinmoqda. Ammo yashirilgan qarz miqdori, sotilgan ona bilaguzugi va eski firibgarning qaytishi uning yo'lini yana qorongilashtirdi. Oybek o'sha piyolani ichmadi, lekin buni xotini ko'rmadi. U faqat erining yana eski joyga kirganini ko'rdi. Dalil yozilgan telefon esa firibgarning qo'liga tushdi. Endi Oybek qarzdan qutulish uchun noqonuniy ishga majburlanadimi? Yoki bu safar hamma narsani yashirmasdan, oilasiga rostini aytib, yordam so'rashni o'rganadimi? Qumri esa o'z tuhmatining og'irligini endi chinakam his qila boshladi. Sobirning sukuti, Xolidaning undan uzoqlashishi va bolalarning jamiyat oldida uyalishi, bularning bari qamoqdan ham og'irroq jazoga aylandi. U kechirim so'rashga tayyor, ammo oddiy bir kechir so'zi begunoh odamning yo'qolgan obro'sini qaytara oladimi? Bundan ham xavflisi, Qumri rejasini yolg'iz tuzmagan bo'lishi mumkin. Kimdir uning qo'rquv va hasadidan foydalangan, uni Totinsoga qarshi qayragan. Xolida esa bu odamning kimligini bilayotgandek. Lekin oilasi buzilishidan qo'rqib, hanuz sukut saqlamoqda. Agar u gapirsa, yana bir uyda katta sir ochiladi. Agar jim qolsa, boshqa bir begunoh odam yana zarar ko'rishi mumkin. Jamila, Rustam, Zebo va kichik Asal atrofidagi mojaro ham yanada keskinlashdi. Uy kimniki, vasiyat kimga tegishli, bolani kim tarbiyalash kerak? Kattalar hujjat va qarindoshlik haqida gapirayotgan paytda Asal o'zini inson emas, bo'linayotgan merosdek his qila boshladi. Zebo qon qarindoshligini asos qilib bolani o'ziga olishni istaydi. Jamila esa ona bo'lish faqat tugish bilan emas, yillar davomida yonida qolish, kasal bo'lsa qarash, qo'rqsa quchoqlash bilan isbotlanishini ko'rsatmoqda. Ammo yashirilgan xat va yo'qolgan hujjat Zeboning asl maqsadi bola emas. Mulk bo'lishi mumkinligini ochib beradimi? Sizni qaysi voqea ko'proq larzaga soldi?
Zarinaning uzukni yechishi, Nodirning kechikib bo'lsa ham xotinni himoya qilishi, Oybekning Aroq qarshisidagi kurashi yoki Asalning kattalar orasida yolg'iz qolishimi bu voqealardan oddiy. Ammo Ogir bir saboq chiqadi, oilani saqlash, nazorat qilish degani emas. Odamni sevish uning o'rniga qaror chiqarish emas, uni tinglash va xavfsiz his qildirishdir. Yolg'on esa ba'zan yomon niyatdan emas, qo'rquvdan boshlanadi. Ammo yashirilgan haqiqat baribir bir kuni kattaroq zarar bilan qaytadi. Yana bir narsani unutmaslik kerak, ishonch bir kunda buzilishi mumkin. Lekin uni qayta tiklash uchun har kuni halol harakat kerak. Kechirim so'rash muhim, ammo haqiqiy o'zgarish faqat so'zda emas, keyingi tanlovlarda ko'rinadi. Sizningcha, Nodir alohida yashashni tanlaydimi? Oybek firibgarlarning tuzog'idan chiqib keta oladimi? Qumra uni boshqargan odamning ismini aytadimi? Jamila esa Asalni qonun va mehr bilan himoya qila oladimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Qaysi qahramon to'g'ri yo'l tutdi, kim esa oilasini himoya qilaman deb uni o'z qo'li bilan buzmoqda? Biz bilan birga bo'lganingiz uchun chin yurakdan rahmat. Videoni yoqtirishni, yaqinlaringiz bilan ulashishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi qismda bu qarorlarning oqibati yanada og'ir bo'lishi mumkin, shuning uchun yangi voqealarni biz bilan birga kutib qoling.